5.3 sotuvli uchastkamizda yer narxida sotilyapti. $134,000 ozgina yana kelishadigan joylari bor. Uchastkamizda juda ham zo'r lokatsiyada ekan. Shundan 150 metrdan keyin shu katta ko'chaga chiqamiz. O'ng qo'liga chiqib ketsanglar, o'sha qo'yli mosti. Bu yoqda zеленый zona, bu yoqda letniy kuxnya, daraxtlar. Hozir mana shu binoyimiz, bu yerda zal qismi, mana ko'rsatamiz hozir. Bu yoqda garaj, bu yoqqa bino qurib, nariga bino tushish kerak bo'lgan, уже endi sotiladigan bo'lgandan keyin qilmay qo'yibdilar. Uyimizni mayli juda ishlarni hozir mana ustalar qilyapti. Uchastka endi yangi emas, mana ishlarni qilib qo'yishyapti. Hop kiraverishimiz bitta koridor. O'ng qo'lda eshik romni qo'yib yuborsanglar, zo'r bo'lar ekan. Mana bu yoqqa alboyda qo'yishgan, kotellar. Hech kim yashamaydi hozirgi kunda. Bu yoqda mana sanuzel, bu yoqda tualet, bittasi hammom, mana bu yerda spanniy xonamiz bo'lyapti. Ko'rib turibsizlar, endi eski uchastka bo'lgan, mana bunaqa qilib, hamma joylarni to'g'irlab hozir topshirishadi. To'g'ri bitta spanniy xonamiz. Kiyimlarga e'tibor bermaysizlar, hozir ustalar yashayapti. Tez orada o'zi bitirib chiqib ketishar ekan. Mana bu yana bitta spanniy qo'rsanglar bo'ladi. Uchastkamiz zo'r, yer narxida, mablag' bilan o'zingiz to'g'irlab olsanglar. Bu yana rivojlanadigan hudud bo'lganini hisobga olsak, juda ham zo'r narx, srochniy narxda bo'lgani uchun ikkita mashina ham ketmaydi. Bu yoqqa tashqaridan o'zi uzun yo'ligi bor. Mana bu yoq, mana zal qismimiz kattagina. Natijada patologga qilib qo'yilibdi. Radiatorlar ham yengillari qo'yilgan. Hop, yo endi xonamizdan tashqaridan ko'rinishi, qo'rqsal brushatka qilingan. 2-3 mashinalar ham shu yerda o'zi ham ketaveradi. Mana bu fasadi. Mana bu tashqarisidan katta zaxvat zеленый zonalari bor. Mana bu orqasi ham o'zi mana shu uy hududiga kiradi. Bu yoqda to'g'risida bog'cha, maktabmi, bino bor ekan. Masjiddan 150 metrdan keyin Evos bor bersanglar, o'sha yoqqa olib chiqadi. Xullas, огородlarni qaranglar, juda ham mehr berib qo'yishdi, hech kim yashamasa ham. $134,000 ga juda ham zo'r narx. Yer narxi ham o'zi shunaqa bo'lib turibdi betlada. Kelinglar, telefon qilinglar, ulgurib qolinglar.